hali ham tayyor emasmisan? Behruz to'yib bugun ketdik. Ha, men borib taklifnoma berganman menga. Jinnimsan rasmini gruppaga tashagan-ku. To'yga borishimni xohlaganda o'zi kelib aytib ketardi uyga. Bormayman, borib kelaver. Arazla olmagin. Ey, to'xta, araz. Assalomu alaykum do'stim. Seni bugungi, ya'ni 1,5 soatdan keyin bo'ladigan to'yimga lutfan taklif qilaman. Iltimos boring. Agar bormasang to'yimni atmay qo'yaman do'stim, iltimos. Mayli, to'yni atmay bo'lib ketmasin. Hozir kir tashlab qo'ying, avvalay chiqaman, kutib turing. Ha. Ya bu qachon kirini uyib bo'ladi? Bilmasan. Ya 2 soat bo'ldi hudud tomonga, hozir boraman deganim. O, Mersiga ketarkanman-da. Qanaqa Merskininki yo'q ketadimi, tushundingmi? Unda bormayman. Ya, xafa qilma. Bor, Merski o'tirgansan, bo'pti. Boshi bola xafa qilmagin. Umr 87 bo'lib qolib, royal taksi chaqirgan, men kelin bilan royal taksida ketaman. Bo'pti. Ben kelinni tashlab chiqib kelyapman yoningga. Nima yana apa bo'lyapsan? Nima bo'ldi? Shuncha odamga so'z berdim, menga berishma. Men to'yinda qo'shiq aytmoqchi. Bo'ldi, men o'zim senga so'z beraman. Qo'shiq aytasan? Yo'q, bo'pti, xafa bo'lma. Doğru, artaşan oldu. Ketaylik, to'yxonaga chiqib qolmadi, qodirmi? Chimildiqqa ham kirishib kerak hali. Ama yana bitta aytmoqchi edim. Bo'pti, ayt. Erkak kiyimni ayt, bitta. Qo'llarimda achirgul qolib ketdi.